Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayol kishi jimodan oldin sochini o'rib olishligi, jimodan keyin esa g'usl vaqtida o'rilgan sochini mahs tortishligi bilan g'usl qabul bo'ladimi deb aytibdilar. Ha, shariatda ayol kishining sochi o'rilgan bo'lsa, g'usl qilayotgan, ya'ni bu g'usli vojib bo'lishligidan oldin o'rilgan bo'lsa, nima sochini tomirini ostiga, sochini boshini asliga suv yetkazishlik bilan, qo'llarini namlangan holatda boshini asliga suv yetkazishlik bilan g'usl qilishligi ayol kishiga kifoya qiladi. O'rilgan sochini ochib hamma sochini yuvishlik shart emas. Balki mana shu sochini asliga, qo'lini namlagan holatda boshini asliga suv yetkazishlik bilan, so'ng qolgan badanini yuvishlik bilan g'usl qilishligi g'uslga o'tadi. Bu haqida sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir sahobiy ayol kelib turib, "Ey Rasululloh, meni sochim ko'p ayolman va g'usl qilishlikda qiynalaman. Agar sochim shu o'ralgan bo'lsa, nima qilaman?" deganlarida, mana shuni, ya'ni qo'lingiz bilan boshingizni asliga suv yetkazasiz va o'rilgan sochingizni yuvishligi shart emas degan ma'noda hadisni aytganlar. Shu bilan g'usl bo'ladi. Vallohu a'lam.